Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 3-oyning 31-kuni yakshanba kech. Gapni avval mundaq bir misol bilan boshlaylik. Bir odam mashina olmoqchi. Mashinani yengib olsa $30,000 pul ketadi. Bu odamning endi $15,000 bor. Unda bo'lsa $15,000 to'lsa, $15,000ni qarzlashga to'g'ri keldi. Auto loan mashina sotilish uchun oladigan qarz. Mashina satgan yerlar ta'minlaydi odatda bu qarzni, kreditni. Ammo buni o'sim to'laydi. Ikkinchi xil tanlash va bu odamning $15,000 ga ikkinchi qo'l mashinani oladi. Ammo ikkinchi qo'l mashinaniki burun azroq chatiq bo'lishi mumkin, boshqalar haydigan, biroz ko'rimsiz bo'lishi mumkin. Bu odamning ko'ngli bakmi xo'shlab ketmasligi mumkin. Ammo bu odam iqtisodiy jihatda jiq besim es qilmaydi. Nima ish qilsa o'zining pul bilan to'ldi, qarzi yo'q. Ham sug'urtasi, chunki burun mashina ishlatgan mashina bo'lgandan keyin to'laydigan sug'urtasimi to'varak bo'ladi. Avtomobil sug'urtasimi, mashina sug'urtasimi to'varak bo'ladi. Uchinchi xil ahvolda bu odam niyatini buzib o'g'irlik qilishi mumkin. Ammo bak büyük ehtimollik, ya'ni 99% ehtimollik bilan bu odam tutilib qilishi mumkin, qonunning jazosiga uchrashi mumkin. Xo'sh, endi bu nima bu taqlidiy misolni boshladim men deganda, bu misol Morgan Housel'ning Pulning psixologiyasi degan kitobida bayon qilingan. Bundaq o'qitish qilingan. Pul muomala bozorga mablag' soladigan, ya'ni pulga muomala tutilgan odamlarning ko'pinchisi xuddi shu mashina olganda bir odam shu 3 xil tanlashga to'g'ri kelgandek, bular 3-chi xilni tanlab qoladi. Ya'ni mashina olishga kelgan vaqtda mashinani bütün $30,000 to'lab yoki $15,000 to'lab sotilishning o'rniga bular o'g'irlab olgan o'xshash pul muomalaning ishiga kelgan vaqtda, pul muomala bozoriga kelgan vaqtda bular xuddi avtomobil, ya'ni mashina o'g'irlagandek ish qildi deydi. Bu degani kishilar qisqa muddatlik foydani ko'zda tutib, ma'lum bir pul muomala mulkining bahasi ishlayotgan bo'lsa, qisqa muddatning ichida, bir kunning ichida masalan, nurg'un odamlar uni ishlayotdi deb o'ylab, uni pul soladi deydi. Uni sotib oladi deydi. O'rlab bir vaqtga ketgan vaqtda bular setib o'tadi, setib chiqarib o'tadi deydi. Ya'ni bular bir narsaning bahasi, bir mulkning bahasi o'sayotgan vaqtda, o'sgan chaqda setib o'tadi, tövalgan chaqda oladi. Yoki bo'lmasa bir narsa cho'kashdan burun setib o'tadi, bozordan chiqdi, gullanishdan burun bozorga kirdi deydi. Ya'ni bu odamlar badal to'lamaydi deydi. Ya'ni avtomobil, mashina sotib olgan kishi, misoldagi mashina sotib olman degan kishi avtomobilni o'g'irlagan vaqtda iqtisodiy bir chiqim tortmaydi. Ya'ni pul to'lamayman deb ashishni qildi, lekin bay qilib qolsa, u cho'ng jazosini tortadi deydi. Ammo pul muomalasi asosida mablag'chilikda ko'pincha kishilar mushu xil avtomobil o'g'irlagan shu badal to'lamayman, pul to'lamayman deb qilgan odamlarga o'xshaydi deydi. Ya'ni pul muomala bozorida tavrinish davomli bo'lib turdi, noaniqsizlik bo'lib turdi. Ba'zi odamlar mulklarni, pul muomala mulklarini, ya'ni aksiyalarni sotib olgan vaqtda shu vaqtga o'zining hissiyoti bilchiga tayinib turib, eng yaxshi tanlashni qildim deb sotib oladi, ammo kutilmaganda buning bahasi tushib ketib qoldigan ish bo'ldi. Bunday vaqtda bu odam aldirab qo'ldagi mulkni yoki aksiyani sotib chiqarib olsa, ziyon tortadi. Shunga bu yerda bozorda bo'ladigan shu xil noaniqsizlikningki yoki shunday o'zgarishning cho'ngligidan kelib chiqadigan ba'zi bir chiqimlarga chidab shu xil badallarni to'lash kerak. Hech nima bozorda hech nima bekorlik emas deydi. Ya'ni hayotda nurg'un narsa, hamma narsaning bahasi bor, ba'zi baholar yozilmagan deydi. Masalan, kino ko'rish uchun kinoxonaga bilet olamiz. Disneylandga berish uchun Disneyland kirishning biletini olamiz. Bu bozorda uzun mezgil turish jarayonida bozorning ko'tarilishi, tushishi, ya'ni ko'tarilgan chaqda foydali, tushgan chaqda ziyon tortadigan bu ishlar, bundan kelib chiqqan farq, ya'ni to'laydigan va tortib qolgan ba'zi chiqim xuddi shu kinoxonaga kirishga olgan biletdek, ya'ni bir haqni to'laganlik bo'ladi. Ammo aql hamisha foydani qo'g'lashib bilan bozorga tiz kirib, tiz chiqib
qilganninki zeyni jiqroq bo'ladi deb bir qism misollar bilan ko'rsatibdi. Bir qism misollar bilan so'z debdi buni. İngilizce o'qiydiganlar, turkcha o'qiydiganlar, turkcha bu kitob 2020 yilda turkchaga tarjima qilinib bo'lgan. O'qib chiqsang bo'ldi tafsilotini. Demakchi, bozorda tavrinish bo'ladi. Baho o'zgarib turadi. Shunga buningga nisbatan aytgan vaqtda intayin bak o'ziqib ketmaslik kerak. Qisqa vaqtning ichida foydaliman degan odamning tatadigan ziyni jiq bo'ladi degan shu mazmunni yetkazibdi. Anadan sirt yana shu pul muomala bozorida har xil maslahatlarni qilib so'zlaydigan odamlar bor edi. Masalan, televizorda yoki gazetda yo ba'zi bir medialarda masalan shundoq. Bu odamlar o'zining ko'z qarashini so'zlaydi. Ama onun sözlügen ahval sizga tushadi, tushmamdi. Siz uni uqmaysiz, o sizni tonimaydi deydi. Ama turiblam uni ilinglar, buni ilinglar deb qo'ydi deydi. Uni ilinglar, buni ilinglar deb qo'ydi deydi. Lekin siz mablag' saqchi bo'lishibdingiz bilan anglaganning hammaga ishni vermang, bir odamning degan tavsiyasi bo'yicha ish qilmang, mustaqil bo'ling demoqchi. Masalan, o'ylab baqsanglar, har xil gurular bor. Guru, ya'ni ma'lum sohada, pul muomala sohasida nomi chiqqan. Cathy Wood deymiz, Warren Buffett deymiz. Ol qopab ma o'sish mumkin. Ma o'sidi. Mani ilinglar desa, ma shunda dedi deb nurg'un odam shu bozorga juguraydi, shu narsani oladi. Natija nima bo'ldi? Uning bahosi o'rlaydi. O'rlab ma'lum nuqtaga yetgan vaqtda ilinglar degan odam shuningki nimasiga yetgan vaqtda, o'lchimga yoki shuning qimmat nuqtasiga yetgan vaqtda osh setadi. O shundaqli setib o'tgandan keyin o mulk ta'minlash shundaq jiqib ketgandan keyin o mulkni bozorda tushishga boshlaydi. Ya'ni bahoni nima belgilaydi? Ta'minlash bilan talab belgilaydi. Talab ish ketgan vaqtda tabiiy holda uning bahosi tushadigan gap. Shunga bu odamning degani tavsiyasi Morgan Houselning adadin ziyoda mundaq panditlar, ya'ni adab hamma narsani bildigandek so'zlaydiganlar, anandaki shu sohada kishilar nopozliq shaxs deb qaragan odamlarning uni ilinglar, buni ilinglar deganiga nisbatan intayin yoki bir cho'lponlar deganga o'xshash. Bularning gaplariga bak ishinib ketmas kerak deb. Buning misolini biz ko'rdik. Yani 2021-yili 3-oy mezgilda Dogecoin'ni Elon Musk elib o'ziningki shu vaqtdagi Twitterda azroq hambaxtlar qo'yganlar uchun voy Twitter o'sdi nima? Dogecoin o'sdi deb. Rost o'sdi. Ammo shu yilning 5-oyning boshlarida bir nimaga chiqdi? Daily Show'mi birsiga chiqdi. Shu chaq biz paraz qilgan. Chiqqandek qildi buning bahosi tövallaydi, tushib ketdi deb. Rost degandek shunday bo'ldi. Ammo Elon Musk'mi shu Dogecoin'ni shu vaqtda ashna deb qo'ydi, haqli qo'g'lashdi. Ama bahosi o'sgan vaqtda buning og'ini necha yuz million. Pocket setib oldi 80 sentdan necha yuz million dollar foyda oldi. Bu ziyonni kim tatdi desa, kichik iqin sudak eqib kelgan mablag'chilar, shaxsiy, xususiy mablag'chilar. Shunga shu nuqtadan olgan vaqtda Morgan Houselning ilk birov mandaq deydi, endi ma o'sidi deb buniga ishinib olmasi kerak. O'zingizning nimasi bo'lish kerak? Mustaqil qarash bo'lish kerak. Logikalik o'ylang, ko'proq ahvol uchurini egallang degan o'sha tavsiyani qildi. Ham 2000-yilning 5-da Amerikada internet texnikaga tayinlagan nurg'un shirkatlar, barliq qilib texnik shirkatlar qurilib, shu vaqtda bular vayron bo'lib ketgan, ya'ni tijorat iddiasini modelni amaliy bir aylanadigan ticari faoliyatga aylandıranmay, kishilar ularga bak umid bog'lab ketib, yangidan ular yangi shirkatlar qurilib, bozor sinib mahsulot yo'q, mulozimati yo'q, anin vayron bo'lib ketib. Shu chog'da har xil kasblarni, kompyuterga oid kasblarni o'qiydigan ishlar jiqib ketgan nimishqa desa, bunda shirkatlar qurildi, adam oladi deb. Shu vaqtda xalqlarning shu texnik paylarga mablag' solgan nurg'un odamlarning puli Amerikada yo'qolib ketgan puli 6,12 trillion dollar bo'lgan gap. 2008-yilga kelgan vaqtda Amerikada pul muomala krizisi yuz berdi. Ya'ni shu o'yilish ixtiyorimga odamlik banklar qarzni berilib, kredit yana qarzilish oson bo'lib ketib, pul qarzilishninki haqqini to'g'ri bo'lib ketganligi uchun nurg'un odamlar o'z turilgan o'y ilishdan sirt yana
birinchi uy, ikkinchi uy, ijara berimiz uyning bahası o'sadi ekan. Palanchi pustanchi uy beyibdi, men shunda beyman deb. O odamlar shunda to'g'ri sharoitda to'g'ri qaror chiqarib qo'ygan gap. Shular nima bo'ldi degan vaqtda iqtisod ozroq cho'kishga boshlagan vaqtda, kasatlashga qarab mangan vaqtda o odamlar ikkinchi, uchinchi uyni bankdan qarz olgan odamlar xizmatni yo'qotishga boshladi. Anandan keyin uyning ijarasini bankka qarzini to'layolmagandan bankning uyi qarzini to'lab bo'lmagandan keyin banklar o uylarni qaytarib oldi. Qaytarib olgan uylar, ya'ni bozorda ta'minlash, uy bilan ta'minlashchi oladigan odam haq ishdan qilib buni oldigan uyni pulni ish qildi. Şunu bilan shu pul muomala kirisi yuz berib, shu vaqtda yana 8 trillion dollardan ortiq pul g'oyib bo'ldi degan. Meni bozor degan shu. Unda bo'lsa bu xil iqtisodiy cho'kishning sababi nima? Abdur buni insonlarning, kishilarning ochko'zligi ko'rib yig'inchoqlabdi. Ya'ni insonlarning tabiatida ochko'zlik bor dedi. Hammadan ochko'z bo'lib ketgan vaqtda mana shunday o'ziningki qobiliyati o'zi ko'taranmaydigan, o'zining imkoniyatidan yuqori ishlarni qilib qo'ydi, uni belini sindirib oladi deb. Masalan, men jinim qo'yqmay, yo'q, narsani ko'tiraman desam, belimni sindirib olma degan gap. Shunga o'xshash sizningki moddiy, masalan, moddiy kapolatınız bo'lmagan vaqtda, xizmatda siz ishlayotgan xizmatingizni qanchalik o'zini saqlaysiz, siz ishlayotgan shirkat vayron bo'lib ketib qolamdi yoki xamchoti budjet deb qo'yamiz, xamchoti mishta qisqarib adam bo'sh tutam sizni uqmaysiz tasodifiy yoki og'rib qolamiz sizni uqmaysiz. Ya'ni mushuna sharoit ostida haddidan ziyoda qazilib mushunda uy elish, bir narsa elish yaxshi emas demakchi. Shu vaqtda shu uy mulk krizisi yuz berishdan burun uy mulk bozorida ko'pik paydo bo'ladigan gap. Ko'pik paydo bo'lgan gap. Ya'ni bir kishilar shu vaqtda uyni bu ayda elib 2 oyda azroq bezaplam, ya'ni 100 ming dollar, 200 ming dollar foydasiz satib qilgan ishlarni jiqib ketgan gap. Ya'ni iqtisodiy faoliyatlar gullanishdan ko'pikka aylanishga boshlagan vaqtda shu tovarlarningki setilishi sur'atsizlandi degan gap. Shu vaqtda uylar bir uy qo'ldan bir necha oy, 12 oyning ichida bir necha qitim aylangan gap. Tiz setilgan gap. Nima desa kishilar ochko'zlab ketib, shu uyni asa beyman deb u yoqdan uy chiqishi, bu yoqdan ilib, hatto qo'shab uy, hatto uning ustiga qo'shab pul berib, shu joqda uy setib olgan odamlarga voy ag'ina ma uyni appagin manda qilma deb shuna ishlar Amerikada yuz bergan shu joqda. Anandan keyin chi desa, u ashuna qo'lishib uy olsam boy bo'ldi ekanmi deb uyni olib qo'yib, anandan keyin uning mortgage-ni, ya'ni oyda to'laydigan pulni bankaga to'layolmay, shuning bilan u uylar bankka tortib olib o'ylanib. Chunki bankning uyida u. Ondan banklar bergan qarz boshqa xalqning bankka omonat qo'ygan puli. U pulni cho'qim bankka qaytarish kerak. O banklar u odamlarga pulni qaytara olmay, shuning bilan yig'ilib qolgan uyni tuvan bahada sotgan shunday bir ishlar yuz bergan shu 2008-yil. Demakchi, mana shunday adaddan ziyoda ochko'zlik odamlardiki. Bir odamning emas, 10 odamning emas, nurg'un odamlarda shunday bozor nisbatan shunday adaddan ziyoda ochko'zlik shakllanib ketgan vaqtda haqiqatan qo'rqish kerak demakchi. Bu ya'ni Warren Buffettning paycheki bozorga nisbatan aytgandagi eliq gapini yana tasdiqlaydi. Hamma odam ochko'z bo'lgan chaqda sen qo'rqqan vaqtda sen ochko'z bo'l degan gapini. Shunga bu Morgan Housel deydiki, anglılıpla, xalqdan anglılıpla, palanchi mana Warren Buffett manda dedi, Casey Woods manda dedi, yoki pustanchi ma'lum manda dedi, mana manda qilay demasi kerak. O'zingizningki kallasiga tayining. Chunki odamlarningki tijorat usuli, masalaga tutgan pozitsiyasi o'xshamaydi, ularning maqsadi ham qanchalik sog'an mablag'ni qanchalik tutib turmi? 10 yilmi, 30 yilmi bu o'xshamaydi. Kishilarning qimmat berishi o'xshamaydi. Masalan, ma'lum bir paychekni men bugun 20 dollardan olgan bo'lsam, bu shirkat 30 yil 20 dollarga masalan 1 kilo qo'y go'sht keladi desak, hozir 1 kilo qo'y go'sht keladi. 30 yildan keyin bu 20 dollar o'sab 200 dollar bo'lsa, shu 30 yildan keyingi 200 dollarni 30 dollarga, ya'ni 30 yildan keyingi 200 dollarga 1 kilo go'sht kelamdi ekan menda, uning birini degilmaydi. Ya'ni
kelgüsida erishadigan pulning hozir bugungi qimmati qandaq? Bugungi pulning 30 yildan keyingi setilish kuchi qandaq deganga o'xshash future present value yoki hozirgi valuesi. Shundaq degan gap. Hozirgi 30 yildan keyingi pulning hozirgi qimmati yoki hozirgi pulning 30 yildan keyingi qimmati degandek mushularga tutgan kishilarning orqali farazlar bo'ldi. Chunki bozorning qanday bo'ladi biz uni uqmaymiz. Ma'lum bir mulkni olib qo'ysak, shirkat gullanib ketib qolsa, masalan Netflixni 2012 yil olib qo'yganlar, necha yilning ichida cho'ng xeyli jiqroq olib qo'yganlar, azroq mingni olib qo'yganlarmi shuna jiq pul deb ketdi degan gap. Ba'zi masalan General Electric'niki peyni ayni vaqtda 2007 yil 40 yoldan 40 dollardan olib qo'yganlar 90% pulni yo'qotib qo'ydi 2018 yili kelgan vaqtda. Shuna ayrim shu yerda ma'lum bir shirkatning peyini elish yoki nurg'un shirkatlarning peyi zoimlardan tark topgan ko'rsatkich peyini elish buni kishilar o'zi bilish kerak. Ya'ni u odam bu mablag' soqchilar deydi-ki, yosh chig'ingda sal xatarvaroq narsani pay cheka ol deydi. Yeshing cho'ngaygan sari zoimni al deydi. Chunki zoim xuddi eliq mashina setib olgan chog'daki, ikkinchi qo'l mashina setib olganga o'xshaydi. Qazingiz yo'q. Zoimda cho'disa, zoimning necha xil turlari bor. Buni men pul muomalaga mablag' silish degan kitobimda buni tushundirdim. Zoim setib olgan vaqtda yo'qolib ketadigan ish bo'lmaydi. Bular Amerika G'azini ministerligining zoimlarini olsangiz, ziyon yo'q. Azroq agar favqulodda pul pahaligi jiqroq bo'lib ketib qolsa, qimmatini kichikroq yo'qotishingiz mumkin. Ammo sizningki boyligingiz cho'ng o'zgarish bo'lmaydi, yo'qotish bo'lmaydi demoqchi. Xo'sh. Endi men abaya iqtisodiy gullanish va ko'pik degan masalani so'zlab o'tdim. Kichkina shu kitobga oid. Men endi ko'pchilikka bir shu 29 mart Amerikaniki davlat jurnali, davr jurnaliga chiqqan Ray Dalio degan bu kishi amerikalik mablag' sog'uvchi Bridgewater Associates'ninki ijro raisi, Xitoyga milliardlab mablag' sog'gan kishi bu. Xitoyni xili yaxshi tushunadigan kishi. Ya'ni bu kishi o'zgarayotgan dunyo tartibida yashashning prinsiplari degan kitobni, ya'ni o'zgarayotgan dunyodagi masalalarni qanday taraf qilishning prinsiplari degan kitobni yozgan. Men 2021 yil 12-oyning 11-kunlik leksiyamda bu kishini tushundirgan, kitobning mazmunini ozroq tushundirgan, anglagan kishilar agar esida bo'lsa, esiga ola oladi. Bu kishining 3-oyning 29-kundagi shu davr jurnaliga yozgan bir maqolasi, hozir axborot sohasining Xitoyning ishlariga ko'ngil bildiganlarningki biroz diqqatni tortdi. Men qarindoshlarimiz bu vaqtda qiziqib qilish mumkin deb, chunki Ray Dalio haqida so'zlaganligim uchun burun bu ishning yozmasining qisqacha mazmunini ko'pchilikka deb beray dedim. Bu kishi deydiki, dunyoning tartibini o'zgartiradigan bir shunday har xil kuchlar bo'ladi deydi. Bu kuchlar asosli bundaq 5 kuch deydi. Dunyodagi iqtisodiy tartib, iqtisodning qanday yurishishi dunyoda. Ikkinchisi, har qaysi davlatlarning ichidagi ijtimoiy tartibning qanday bo'lishi. Uchinchisi, davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi munosabatning qanday bo'lishi. To'rtinchisi, klimatdagi o'zgarish. Beshinchisi, texnikadagi o'zgarish deydi. Mana bu shular dunyoning tartibini o'zgartirib ma'noda dunyoda tinchlik, gullanish vaziyatiga o'tamdi yoki ziddiyatlashish, urushish, vayronchilikqa o'tam tushib qolamdi degan shu masalada shu 5 kuch nihoyat muhim. Bu 5 kuchning o'zgarishlik bir davriylik bo'ladi deydi. Dunyo miqyosida har qaysi davlatlarga o'zining ahvoliga qarab turib shunday bo'ldi deb kelib, Xitoylarninki rahbarininki shu bir necha yildan buyon deb kelayotgan dunyo hozir 100 yillik bo'ron chaqqumiga yuzlandi, duch keldi degan gapini madam o'zining ko'z tushlari asosida debdiki, shu xil yakun chiqarish dunyoning vaziyatiga, Xitoyning vaziyatiga
Meningçe reallıqqa uyğun, biraz logikliq depdi. Yani bu adam 1935 1930 yılı 1930 yıldan 45 yıldaki vaqtni bir nuqta qilib, uningdan burunqi bir asrni shu vaqtda 100 yillik bo'ron chaqin to'xtagan deb. Chunki birinchi dunyo urushi bo'ldi u jarayonda, ikkinchi dunyo urushi bo'ldi, kommunist bo'roni ko'tarildi, Chorosiya bayram, Chorosiya ag'dirildi oyoqda, masalan. Anikin Xitoyda o'ng qanot kapitalist Xitoylar bilan proletarchi, namrat kommunistlar so'qishdi 49 yil Xitoyda. Bu Xitoyning hozirgi hukumati qurildi. Bu odam shularni debdi. Ham shu vaqtda dunyo miqyosida qarz haddidan ziyada ortib kirib, dunyoning iqtisodida bo'hron paydo bo'ldi deb. Ya'ni Amerikada 30 nechinchi yilda 32 yildan 39 yilgacha iqtisodiy bo'hron yuz bergan chaqlar, shu chaqlar iqtisodiy bo'hron yuz bergan chaqlar. Ham dunyoda boshqa yerlarda har xil ishlar bo'lgan. Ham dunyoda harbiy texnik taraqqi bilan boshqa shu moddiy turmushga munosabatlik texnikalar bakchiqni taraqqi ketmagan. Ya'ni bu yeshil texnika deydigan gaplar yo'q. Ochliq qischilik yana mavjud, yuqumli kasalliklar yana mavjud, har xil kasalliklarga taqobil turolmaydi deganga o'xshash. Hozirgidek emas dunyo. Endi bu odam mushu xil 5 xil kuchninki, mushu Xitoyninki hozirgi ahvoliga tatbiqlab turib debdiki, Xitoyning hozirgi sharoiti, ya'ni hozirgi ahvoli Xitoyni o'zgartirayotgan, Xitoy turayotgan muhit, ya'ni Xitoyning tiqilayotgan muhit dar 100 yillik bo'ron chaqqan muhit edi. Bunda 5 xil kuch, 5 xil omil mushuni belgilab qo'ydi hozir deydi. Birinchisi, yerlik hukumatning shirkatlarning qarzi ortib ketdi. Ikkinchisi, ya'ni qarzi ortib ketdi, iqtisodiy nuqtadan deyotdi. Anadagi yana birisi iqtisodiy jihatda chekinish va bu mahsulotlarning bahosidan tortib kishilarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatyapti. Ishsizlik ortib ketdi, kishilarning maoshida tuvanlash va baho ozib ketdi. Ya'ni Amerikalarda, Yevropada inflation deymiz. Ya'ni pul baholigi ko'rilgan bilan Xitoyda pul qisligi deflation ko'rilyapti-da. Mal bahosi tuvan, ammo ta'minlash yanada tuvan. Kishilarning kirimi tuvan. Bu iqtisodiy jihatdagi ahvol. Ya'ni nurg'un o'yinlik shirkatlar vayron bo'ldi. Baş şirketlerme ve yasaş sanatdagi bazı şirketlerme vayron bo'ldi. Ondan keyin bu cho'ng xalqlar bu yerda o'ttir qatlam xalq nima olgan? Uy sitib o'zining boyligini uyga tiqqan. Hammasi naqd pulga aylangan emas, ba'zisi qarzga. Hamda uy mulkning bahosi tushib ketgandan keyin ularning boyligi yo'qolib ketdi degan gap. Bu birinchi xil ta'sir hozir Xitoyninki ahvolini belgilayotgan deydi. Ta'sir ko'rsatayotgan deydi bu odam birinchisi shu. İkincisi, Xitoyda 1980 yıldan başlap 2017 yılgacha bo'lgan o'sha Allayzal 40 yil, taxminan 40 yil vaqt ichidagi shu kapitalizm ishini ichib o'tish siyosati, kapitalistga yo'l tutish, erkin bozor, iqtisodiy jihatdagi erkinlashtirish bu xeyli bir qism odamlarni boy qildi deydi. Bu mening gapim emas, Ray Dalio'ning gapi. Yani adamlarda azroq erkinlikning kengroq bo'lishi, ko'p xillikning bo'lishi, ijodkorlikning bo'lishi, puhralik engining, puhralik huquqining bo'lishi degandek narsalarni o'yg'atdi deydi. Shuning bilan birlikda bu xil ahvol yana boylikningki, yani odamlar umumyuzlik beydi, lekin bu bir qism odamlarga, bir qism korxonchilar, bir qism boylarni mablag'ni pulni bakishga oldi deydi. Boy kambag'allik farqi chiqib ketdi. Anandan keyin chirklashma egri bo'ldi deydi. Mana mushuning nimasidan, mana mushularga taqobil turish uchun, mushularni o'ngshash uchun o'rtaq 5 shuari ko'tarildi. Anandan keyin o'rtaq 5 shuari ko'tarildi. Boylarga nisbatan bir xil o'chmanlik ko'tarilishga boshladi hozir. Andan chirklikka qarshi turamiz deb, bu chirklikka qarshi turish jarayonida bir turkum kishilar zarar uchirdi, ya'ni bir turkum kishilar ularga texmi o'ch bo'ldi. Bu muayyan bir ziddiyatni o'tkirlashtiryapti deydi. Uchinchisi nopos masalasi, ya'ni noposdan qayrilishi deydi. Uzun mazgil yo'l qo'ygan bir balliq siyosatning
ta'sirida hozir qiyirlachchiq pensiyaga chiqadigan Xitoyda pensiyaga chiqadigan odamning o'tirish yoshi 53, o'ladigan o'tirish yoshi 84. Demak, pensiyaga chiqqan tatib o'lgüş bo'lgan 31 yil oralıqda bu odamlarning bu qiyirgan odamlarning moddiy ehtiyojı, sağlamlık ehtiyacını qandaq bir qamdash masalasi Xitoy hukumatining beshiga tushgan bir cho'ng dard bo'layotdi debdi. Uning o'zininki ko'z qanday hal qilish to'g'risida o'zining ko'z qarashini debdi. Buni deb o'tmayman. U joyga gap chiqib ketdi. Ana lekin 4-inchisi muhit. Ya'ni tabiiy muhitdagi ahvolning o'zgarishi deydi. Klimat o'zgaryapti-da, bu Xitoyga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni o'ylamagan yerdan kelkun kelish, ya'ni bahor, ya'ni yozda qor yog'ish, qishda yomg'ir yog'ish deganga o'xshashda. Tarixdan buyon bo'lmagan ishlar bo'ladi. Aniki yuqumli kasal taqiladi, kelkun keladi, qurg'oqchilik bo'ladi. Bu ochliq boshqa narsalarga ta'sir ko'rsatadi. Bu ishlarni, ya'ni bundan keyin bo'lmaydi. Masalan, 2019-2020da COVID degan kasalliklardan ko'tarildi. Bu xil ehtimolliklar Xitoyga nisbatan bir xil salbiy ta'sirini qildi deydi. Andan keyin Amerika bilan Xitoyning cho'ng kuchlar o'tirisidagi tepishish vaziyatida bu xil vaziyatda bu Xitoyningki taraqqiyotiga nisbatan zarba berdi deydi. Ya'ni kim texnikada yomon bo'lsa, shu harbiy jihatda, siyosiy jihatda, iqtisodiy jihatda utudi deydi. Texnikada aldırmagan devlet, texnikada aldırmagan millet yoki xalq yengidi bu hozirgi zamon dunyo raqobatida deydi. Shunga Amerika shu Xitoyni texnik jihatda bir necha jihatdan cheklama qo'yapti. Chunki Xitoy o'zi 2017-yildan keyinla burunqidek tinchroq holatdan yaşab kelgan ahil yüzünü qiyaptın yitib tashlab 2015-yilga qo'pab 2025-yilga borgan vaqtda biz ma'muriy sohada, sun'iy aqlda, bulut hisoblash texnikasida, biotexnikada, olam qatnashi ma'nida dunyoda mutlaq ustunlik o'rinda turamiz deb o'zining nimasini jakoladi. Bularga nisbatan balkim bir cho'ng intilish bo'lishi mumkin, ammo bu Amerika hukumatiga nisbatan aytgan vaqtda bir tahdid bo'ldi deydi. Buning natijasida Amerika hukumati har xil cheklimlarni qo'yayotdi, ya'ni qo'ydi deydi. Bu Xitoyga nisbatan foydasiz munosabat, foydasiz ahvollarni olib keladi. Umuman aytgan vaqtda Xitoylarning da'vatgan biz hozir 100 yillik bo'ron chaqinning ichiga duch keldik, tushdik. Buning duch keldik degani madam deydi. Mening Xitoyni bilishim, Xitoy rahbarlari, tarixshunoslari, ziyolilar, korxonchilarlar uchrashuv jarayonida esqiginim, o'ylig'inim, tadqiq qilganim, har xil munosabatlarni kuzatish jarayonida chiqargan yakunim shudirki, Xitoy rost 100 yillik bo'ron chaqinga duch keldi. Endi bu ishlarning oxiri qanday chiqadi, men uni hozir bir nima deyolmayman. Hozir biz insoniyat jamiyatidagi alomat bir hem qiziqarliq deyishga bo'ladigan, ham o'diqishga, ham cho'chishga to'lgan bir davrga duch keldik deb gapini tutdi. Xo'sh, buni mushunchalik men deb beray dedim ko'pchilik. Andan keyin men abonentlardan biraylan Turkiyaning iqtisodi to'g'risida so'zlab bersangiz deb ekan, ma'qul deb javob berib qo'yibdi ekanman. Endi bir davlatning iqtisodiy ahvolida so'zlashga to'g'ri kelsak, nurg'un narsalarni tushuntirishga to'g'ri keldi. Shu davlatning milliy daromadi qaysi sohada yaratiladi. Masalan, yezgilikdimi, mulozimatdimi, sanoatdimi deganga o'xshash. Andan keyin noposi kishiga bir qilgan o'ttirchi kirim aholining saviyasi, moddiy saviyasi, andan keyin import, eksport, andan keyin pul siyosati, baj siyosati nurg'un narsalarga berib taqildi ekan. Buni mandaqlam desam toza yaxshi bo'lmoqdek. Turkiyada bizningki Uyg'ur iqtisodshunos doktorlarimiz bor, iqtisodshunoslarimiz bor, o'qituvchilar bor, tadqiqotchilarimiz bor, mishsada. Bular o'ylab baxsam shular o'tariq so'zlab bersa, taxim yaxshi bo'lmoqdek. Shunga o'zra men buni kirmay, navsa hammalarga
Xayrli yakshanba.